Assalomu alaykum usta bola kanalining ashaddiy obunachilari. Mana biz ham ishni boshlab oldik inshaalloh, Alloh nasib qilgan kuni. Mana bu pardozi bo'lyapti. Bu pardoz holati. Bu niyagini o'rnatib oldik. Sementlar, qumlarning pasti. Hozir bu yerda 7 ta qumimiz bor, pastda ham 6 ta, 8 ta qumimiz bor. Sementlarni ochib qo'yganmiz hamma yoqda. O'zimizga sharoit qilib oldik, xudo xolasa. Mohonamiz bitdi, kuzatuvchilar. Mohonamiz bitgan, choy ichib o'tiribmiz bu yerda. Kiyinib yechiladigan xona ham shu, hamma yoq shu. Ishlagan joyimiz shu ekan, ishlamagan ish shu ekan bo'lsa. Vanna. Shunaqa gaplarda harakat oyoq ostida deydi. Bu jonlarni halaslar, asallar boshlaydi. Nimalar? Hey, qani. Jonidan maktab bormadi. Maktabda shuncha odam bor. Qizlar, bolalar hammasi. Takoy shunday kiygan qizchalar bor. O'zbek emas, rus. Pomni rus hammasi. O'zbek emas, nega? Hammasi rus qizlar. Sochlari sap-sariq. Kecha kunimda qarab tursam, nu знаю, bola, shular gaplashib ketishyapti. Nima degan ekan buni bilmayman. Bu tutadi,